Agarda Yashnobod atrofidan kvartira qidirganlar bo'lsa, mana shu taklif bitta o'ylab ko'rmaysizlarmi, akalar? Yashnobod tumani Dogoy Marujniy sentri bor, shuni yonginasida. Ro'dobod Tarintir Qadriyat mahallasida yo'l yuzasida qurilgan 9 etajli Namastroykani 5-etajda maydoni 77 kvadratli 2 xonali tayyor kvartira srochno sotiladi. Hali hech kim yashamagan, bitgandan keyin asosiy kirish qismidan ko'radigan bo'lsak, pod'ezd eshigidan kiraverish, shunaqa uzun, keng hol, xonalar ketma-ket joylashgan, razdelniy bo'ladi. Alohida bu yerda hojatxona ko'radigan bo'lsak, to'g'rida ayollarimiz uchun kuxnyani ko'rishimiz mumkin. Razmerlarini ko'ryapsizlarmi? Katta-katta ishlangan. E'tibor beringlar, har bitta xonani o'zini ko'chaga qaragan xonalari bor. Bu yerda katta yotoqxonasi o'zini balkoni bilan birga joylashgan bo'lsa, alohida vanna xonamiz akkuratniy holatda va eng oxirgi xonamiz katta zal, mehmonxonani ko'rishimiz mumkin. Har bitta xonani o'zini ko'chaga qaragan xonalari bor. 9 etajli Namastroykani 5-etaj joylashgan maydoni 77 kvadrat 2 xonali kvartiramiz. Narxini 107 ming dollarga qo'ydik. Albatta naqd pul bilan kelsanglar kesiladigan joylari bor. Pastda egalar nomerini qoldiramiz, bemalol savdolashib olsanglar bo'ladi.